Assalomu alaykum, qandaysizlar, yaxshimisizlar? Good morning hammaga. Men hozir turib yuzimni yuvib, endi ketishga tayyorgarlik ko'rish kerak. Уже tugadi bu ham. Oldingi videolarimda ko'rsatganimdek Lifesaver bayzamlarimdan, ya'ni qutqaruvchi bayzamlarimdan biri edi. Bizada green tomatoni toneri. Sizlar bilan bugun biz qayerga boramiz bilasizlarmi? Men sizlarni bugun itlarning kafesiga boraman. Birinchi o'rinda itlar yoqadimi sizlarga? Menga kichkina kuchuvchalar yoqadi. Katta chiroyli itlar ham yoqadi. Lekin birga yashash, ularni boqish, ular haqida qayg'urish menga to'g'ri kelmasa kerak. Chunki o'zim ikkita mushuk boqqanman, ikkalasini ham berib yuborganman. Bittasi xonadoshlarimga kun bermaganligi uchun, ikkinchi mushugimdan allergiya bosgan. Yonida bo'lsamlar, ko'zim qichisar, tomog'im qichisar. Lekin hozirgi egasi rosa yaxshi qarayapti, ko'z tegmasa asar mushugi. Bir ko'rgani borish kerak. Birinchi mushugim Amerikaga ketgan bo'lsa, ikkinchi mushugim hozir Busan'da. Tungi uxodoy videomizda ko'rgan bo'lsanglar, ampuladan keyin sразу men bu kremda увлажняющий krem surtuvdim, Pediar. Lekin kunduzi men krem surtmayman, chunki yuzim yog'li bo'lganligi uchun. Kremi o'zi yog'li emas-ku, lekin bu krem bilan meni sun kremim birga chiqisholmaydi. Постоянно urishganligi uchun mening yuzim teng bo'lib, yog'lar chiqib qolishi mumkin-da. O'zi mana bu sun krem ham rosa zo'r, увлажняющий qiladi. Ham o'zi yaltiratuvchi effekti borligi uchun ham men bu kremni ham buni sursam juda ham boshqacha ko'rinadi, cringe ko'rinadi. O'shaning uchun nima qilamiz? Men sizlarga yurachsiz bermoqchi edim. Ko'p surtilib ketdi. Короче, bu ham tugayapti. Yesan kremimizni albatta yangilaymiz. Bu ham One Love bo'ldi. Ya'ni men yaxshi ko'rgan sun kremlar turiga kirdi. Yaxshi ta'sir qilganligi uchun. Bo'yinga ham sun krem surtish kerak. Yuzingizga nima surtsanglar, bo'yningizga ham hatto alohida surtib o'tirmasdan, men qo'lingizda qolgan meni surtib qo'yinglar bechora bo'yningizga. Почти bo'ldi. Unaqa make-up qiladigan kunda emas, chunki prosta it kafega borib o'rtog'im bilan ko'rishaman. Keyin men ishga borishim kerak bo'ladi. Ya'ni part-time qilaman. Jayasam o'radigan настроенияda ham emasman. Lekin ozgina qilishimiz mumkin. Bu ham bo'lsa tush. Ozroq kiprik va qoshlarimizga tush qo'yib qo'yamiz. Bu tushimiz bizlarda korishnoy tush bo'lganligi uchun ranglarimizga ham tushadi. Shuning uchun qoshga ham bemalol surtamiz. Bu o'stirib yuboradigan emas. Unaqa xususiyati yo'qligi uchun qoshga surtsa ham bo'ladi. Agar tushlar qoshga faqat kiprigiga surtish kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ularni o'stiruvchi effekti bo'lsa, ishlatmagan yaxshi. Hatto qoshlarimiz uzun bo'lib chiqib qoladi. Keyinda uzun bo'ladimda tushadi, og'irligini ko'tarolmasdan sochga o'xshaydi. Qo'limizni yuvib olamiz, chunki juda ham yopishqoq bo'lib ketdi. Menga yoqmaydi.
sochlarimizni tarab olamiz. Ben ishlatayotgan shampun rosa g'alati shampun ekan, yoqmadi. Boshqa shampun olishimiz kerak. U qanaqa shampun? Uni men mana bosh teri skalpga olgandim, davolab sochlarni to'kishni oldini olish uchun. Skalpni bilmadim-ku, davolashgili, chunki mana soch to'kilishlar ancha kamaydi uni ishlatganimdan keyin. Birinchida bilindi, birinchi ishlatganimda. Lekin sochimni har kuni yuvishga to'g'ri keladi. Lekin maslahat bermasdim. Agar sochinglarni har kuni yuvmasanglar, sizlarning sochinglar o'zi quruq, har kuni yuvishga muhtoj yo'q bo'lsa, bu shampuni ishlatmaslikdi. Bu shampun qaysi? Shu yerda rasmini qoldiraman. Okay. Почти bo'ldi. Pomada qo'yib olsak, juda chiroyli qiz bo'lamiz. Ben pomadadan qo'yib ko'raylikchi. Unchalik bilmadi-yu, lekin bo'ladi. Endi biz kiyimimizni almashtiramiz. Nima kiyim kiyamiz? Do kafega ketayotganligimiz uchun shim kiysak kerak. Shuni qilib biz endi ketyapmiz. Yoz bo'lganligi uchun spirtli yoki yog'li atirlar yoqmayapti. Shuning uchun men bu Olivyandan sprey olgandim. Buni hidi gullarni hidi kelar ekan. Shuning uchun bundan ham lekin ozgina, slishkom ozgina sepsak ko'zimga ketdi. Bo'ladi. Endi biz ketsak ham bo'ladi. Aytgancha biz itlarni kafesiga ketayotganligimiz uchun bizga albatta nima kerak bo'ladi? Mast. Ya'ni allergik inson bo'lsanglar, dorilarni olinglar. Allergiya uchun dorilar, allergiklar uchun dorilar, allergiyalar uchun. Короче, allergiyalar qo'zib qolsa, mabodo hayvonlardan yoki shamol yoki mana bu changlardan bu biror allergiya qo'zisa, shulardan ichishlar uchun biz ketdik. Bye bye. Ketdik bo'lmasa sizlar ham ketdik. Yorug'im, qornim ochligi uchun biz Paris Bagetga kelib bulочка olamiz. Sochim haliginaqa ish tugani yo'qda. Avtobus kelishiga ozgina bor, shuning uchun ko'chada paqqos tushiramiz bulочкamizni. Son. 주세요. 꿀 같아. Oh my god, 진짜 이기네. 이러시네.
Pachovatlar kelib olishdi xas. Oi, oi, Dot. 드릴게요. Mascara. 더 먹었어? Ой, 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 ой. 주세요. 다시 한번 다시 한번. 주세요. 주세요. 귀여워. 아이, 알았어. 알았어. 와이프 바꿔. 주세요. 다시 한번 다시 한번. 다시 한번 다시 해봐, 한번. 나도 주세요 해. 아이고. 주세요. 주세요 해봐요. 주세요. 너무 귀여워. 주세요. 아이가 너무 힘들어. 주세요. 주세요. 양로. 물어봤어. 주세요. 주세요. 주세요 해줘. 주세요. Çeken ayakça görüşürüm. Koyayız. Zaman güzel. Hani korsetin için? Oo, вообще 잘했다. Abetlanish uchun shabi yegani keldi. Rostayam mazali yegan. Alep. Fatma'nın sokakları. Amcamların sokakları. 오빠. Anca mrożne komida mı? Amcamlar różne köyler. Başka bir seven yok. Kaynadıram. Oh. Bizde yağmur yağvardı. Nasıl koyuyordu?